Naat Nabi aleyhisselam. Ül Muhammed kim Resulullah'dır. Serveri cümlege davu şahdır. Andalibi gülşeni lavlaki ol. Kubri deryası de durru pak ol. Mezheri berçe helayık nürdür. Mebdai cümle helayık nürdür. Mahremi hilvet sarayı toyuha. Barya bi bargahi kibriya. Anbiyalar serveri merhubi hak. Avliyalar rahberi merhubi hak. Şahbazi kudsi kurbet aşiyan. Bulbuli gülzar bağla mekan. İki alemnin çerağı zatıdır. Zat-ı evzafi hudayatidir. Ülki hak öz isfatın eylese. Ayeti de medh zatın eylese. Kimge haddur an yaki meddahdır. Kufli medhi gatili muhtahdır. Din mensuh öldü berçe din. Özkildi rahmeten lil alemin. Bu cihanda mihribani muslimin. Roz mahşerde şafi'ul muznibin. Rütbeyi kim hak nasip etmişen ya. Görmemiştir hiç aysi anbiya. Ümmetidir berçe din hayr-ı umam. Hah ul ahli Arab hahi acam. Rahmeti hak ödige hem aliga. Bad nazil cümleyi ashabıga. İstesengiz bulasız ottun necat. İşk ile dert ile aytin as-salat. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulullah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya hayri halkillah. Sadaqallahul azim. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Barchalarni bugungi kun xayrli bo'lsin, xayrli tong. Hammalarga bu kunlarda chiroyli Xudodan so'raymiz, barakatli umrlar, rizqlar so'rab qolamiz. Mana azizlar, Xudo xolasa 26-avgust kuni Alloh nasib qiladigan bo'lsa, ziyoratga chiqish safarini qilib niyat turibmiz. Xudo xolasa 14 kunlik paket, 3 kun Madina Munavvarada hamda 11 kunimiz Makka Mukarramada bo'ladi. Pastdagi raqamlarga murojaat qilib shashilinglar. Xudo xohlasa nabaviy masjidlarga borib ma'lum sharaflarni ham inshaalloh o'qiymiz. Hamda bir jumani Makka Mukarramada, bir jumani Madina Munavvarada o'qiymiz. 14 kunlik paketimizni 3 kuni Madina Munavvarada 2 mahal taomlari bilan bo'ladi. Makka Mukarramada esa 3 mahal taomlari bilan bo'ladi. Hamda hop sayohatlarimiz ham mana Madina Munavvarada Hurmo bog'iga boramiz. Hurmo bog'idan keyin Uhud tog'iga o'tiladi. Uhud tog'idan keyin Qiblatay masjidlariga boramiz. Quba masjidlariga boramiz. Nabiy masjidlarimizni hayotlari haqida ma'ruzalar qilinadi sayohatlarda. Qachon qurilgan, qanday qurilgan. Bundan tashqari Makka Mukarramada ham sayohatlarimiz Arafat tog'i, Hiro g'orlari, Nur tog'iga boriladi. Bundan tashqari Muzdalifa, Jomarot, Qizil dengiz sayohatlari, barcha amallarni Xudo xolasa inshaalloh 14 ichida birgalashib qilamiz. Mehmonamizni sharoitlariga keladigan bo'lsa, mehmonlarimiz 4 o'rinli, 5 o'rinli bo'ladi. Shina ham keng joylashgan. Taomlarimiz esa milliy taomlar hamda shifokorlarimiz bor. Bundan tashqari povurlarimiz ham hammasi o'zimizning vodiylik povurlar. Chiroyli xizmatlarni qilishadi sizlar uchun. Shoshiling, birga borib, birga ibodat qilishlar nasib aylasin. Yana sizlarning o'zingizlar bilan olib boradigan narsalarni aytadigan bo'lsak, ikki qatordan erkaklarimizga, ikki qatordan yaxday kengil shalvarlardan, ayollarimizga 3 xil bejirim liboslardan, gulini farqi yo'q, rangi farqi yo'q, chiroyli kengina bir liboslaridan bo'lsa, hamda
yo'lga o'zinglar uchun kerakli narsalarni, dori-darmonlarni ham bemalol olib olishinglar mumkin. Shoshiling, tezda boramiz. Qolganlarini Xudo xolasa, bu yerda amallarni ham Xudo xolasa oldin tushuntirib, keyin amallarni birga qildiramiz. Yosh katta insonlar bo'lsa ham mana salqinlar tushib qoldi. Shoshilmasdan, nima deydi, ularni qiynamasdan chiroyli olib yuramiz. Mana shuncha vaqtdan beri bor ekanlar, Xudoga shukr. Avvalo Allohim yo'llarimizni ochiq qilyapti. Chiroyli borib ibodatlarni qilishyapti. Qiyinchiliklar yo'q, kamchiliklar yo'q. Rahmatlar aytishyapti. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Bizlarni ham ajr qilayotgan xizmatlarimizni Alloh ajrini bersin. Sizlarni esa 14 kunlik mehmon qilib, Allohning uylarida mehmon bo'lib, toat, ibodatda mustahkam bo'lib, namoz o'qib, ibodatlarni qilib, tavof qilib, sa'y qilib, hamda payg'ambarimizni ziyorat qilib kelishlarini so'rab qolamiz. Shoshiling. Vala havla vala quvvata illa billah.